Jamiyatda ayollarning o'rnini yuksaltirishga qaratilgan yirik tashabbuslardan biri Yil ayoli milliy tanlovidir. An'anaga ko'ra mazkur tanlovning viloyat bosqichida bu yil ham tashabbuskor, ijtimoiy, ma'rifiy, madaniy va siyosiy hayotda faol ishtirok etayotgan yangilikka intiluvchi ayollar saralandi. Har yili ayollar faol, har jabhada tashabbuskor, salohiyati va g'ayrati bilan o'z tengdoshlari, jamoadoshlariga namuna sifatida rag'bat bag'ishlaydi. Ayni mana shu jihat sabab ayollar o'rtasida sog'lom raqobat kuchayib, yangi g'oyalar, ijtimoiy loyiha va tashabbuslar paydo bo'lmoqda. Turli sohalarda samarali mehnat qilayotgan, o'z mehnati, tashabbusi, fidoyiligi bilan jamiyatda hurmatga sazovor bo'lgan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan Yil ayoli milliy tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda barcha tumandan 35 yoshdan yuqori bo'lgan jami 60 nafarga yaqin nomzod orasidan 3 ta shart asosida jonkuyar ustoz, o'z kasbining ustasi, yilning eng yaxshi ma'naviy ma'rifiy tarbiyachisi, eng yaxshi uy bekasi kabi 11 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar saralandi. Yil ayoli milliy tanlovi har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladi. Bu tanlovning asosiy maqsadi turli sohalarda, turli yo'nalishlarda faol bo'lgan, tashabbuskor bo'lgan, intellektual salohiyatga ega eng faol xotin-qizlarni saralash va ularni o'sha davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlarni bir natijasi sifatida albatta mana shu tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra taqdirlash. O'ylaymanki, mana shu ularning orasida vatanparvar, uy bekasi yoki tadbirkor va boshqa yo'nalishlarda eng munosiblari respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Tanlovning birinchi bosqichi qiziqarli va kreativ yondashgan holda tanishtiruv sharti bo'ldi. Shartga ko'ra ishtirokchilar 3 daqiqa mobaynida sohadagi faoliyati va erishgan yutuqlari xususida so'zlab berishdi. Yil ayoli ko'rik tanlovida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidan keldim. Bu ko'rik tanlovda qatnashayotganimda tumanda birinchi o'rinni egallab va fidokor o'qituvchi nominatsiyasiga ham ega bo'ldim. Viloyat bosqichida tanlovimiz juda ham chiroyli o'tyapti. Mehnatkash ayollar o'zini ijodini, o'zini iqtidorini, o'zini har bir faoliyatini ko'rsatib beryapti. Mening maqsadim mana shu viloyat bosqichida ham faxrli o'rinlarni egallab, respublika bosqichiga chiqish va u yerda ham o'rinlarni egallab kelib, yana ham ish faoliyatimni chuqurroq o'rganib, chuqurroq o'z ustimda ishlab, o'quvchilarimizni vatanga, tumanimizga foydasi tegadigan o'quvchilar qilib yetishtirish. Bundan tashqari savol-javob hamda faoliyatiga doir videorolik namoyish qilish kabi shartlarda ham nomzodlar faol bo'lishdi. Aytish kerak, Yil ayoli milliy tanlovi bu ayollarning jamiyatdagi o'rnini qo'llab-quvvatlash, ularga ishonch bildirish va ulkan mehnatini qadrlashning yorqin ifodasi.